Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Shov-shuvlar bilan boshlangan jang mag'lubiyat bilan tugadi. Ha o'rtoqlar. Toshkentda bo'lib o'tgan Octagon 84-turnirda Gold laqabli Shahzod Uzoqov Ozarbayjon vakili Muhammad Aliga qarshi jang qildi va Gold mag'lubiyatga uchradi. Va albatta Gold jangdan keyin ushbu mag'lubiyat uchun muxlislaridan uzr so'radi. Marhamat, videoni ko'ramiz birinchi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meni yaxshi ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar xumaringni sarson bo'lib, masalan, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Octagon unaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men partiyarim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degani. U MMA 3-4 ursa, u 3-4 ursa turdiraver ekan. Necha men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya yo'q, kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Dalishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyalarni qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarni oqlamagan bo'lsam, meni kechiring. Ataylab mana shunaqa kuchli jangchi topildi Bariba bo'yicha va Goldni qaysidir ma'noda sindirishdi. Katta pullar tikildi. Birinchi raundga boshidan Goldni tayyorlashdi, stoykada urishamiz deb tayyorlashdi va birinchi raundda Goldni yiqitib, vaziyatdan foydalanib mag'lubiyatga uchratishdi va bu tarafdan yana bir tarafdan sudya ham, xullas hamma gaplashib olganga o'xshaydi. Albatta bu meni taxminim, o'rtoqlar. Adashmasam o'rtoqlar, kecha 15 ta o'zbek jangchilar urushdi va ulardan 11 kishi mag'lubiyatga uchradi. 4 kishi esa g'alaba qozondi. Adashmasam. O'rtoqlar, albatta bu meni shaxsiy fikrim, bu meni taxminim desak ham bo'ladi. Bu yerda katta o'yin ketdi. Ya'ni qaysidir ma'noda Goldni mana shunday holatga tushishiga bir tarafdan o'zi aybdor bo'lsa va yana qanaqadir odamlar aybdor bo'lishi mumkin. Nimaga asoslanib bunday deyapman? Qimor birinchidan, ikkinchidan Instagramga berilish, shug'ullanmaslik, jangga tayyorgarlik qilmaslik va yana Octagon ligasi bo'lishi mumkin. Qaranglar, jang boshlandi. Gold stoykada urushadi. Buni hammamiz bilamiz. Yaxshi urushadi va udarlarni ushlash darajasi ham kuchli, ya'ni chidamli, jog'i chidamli. Bitta udarga yiqilib qoladigan bola emas Gold. To'g'ri, qaysidir ma'noda bu sport turi unchalik yaxshi emas. Odam bir-birini urishi to'g'ri emas. Lekin qarang, meni fikrim bo'yicha bu yoqda eng katta rol o'ynagan narsa qimor. Ya'ni hamma Goldga pul tikkan. Ha, yana bir gapni aytaman. Qimor harom. Iras birinchi raundda Gold yutqizyapti. Qanday yutqizyapti? Urush bo'lyapti. Birinchi zarba berdi. Oyoqda shunaqa yaxshi zarba berdi Gold. Ovozi eshitildi hattoki. Va ushbu zarbadan keyin ozarbayjonlik o'sha Muhammad Ali uni yiqitdi, uryatuvdi. Qanday uryatuvdi? Goldni yuziga udar tegmagan. Gold prosta zashita qilib turuvdi. Oxirgi minutgacha menimcha, meni fikrim Gold dam olayotdi. Mayli, udar yesam ham ozgina qoldi deb o'yladi, lekin sudya jangni to'xtatdi. Juda ham tez to'xtatdi. Nimaga? O'rtoqlar, qarang, bu hammasi o'yin bo'lishi mumkin. Jang boshlandi. Hamma, menimcha bir 80% odam Goldga pul tikkan. Pul yutaman deb, o'sha harom pulni yeyman deb pul tikkan. Qaysidir ma'noda. Qarangki, birinchi raundda Gold yutqizdi. Menimcha bu meni shaxsiy fikrim, bu meni taxminim. Sudyaga ham aytilgan, shunaqa vaziyat bo'lsa, jangni to'xtat. Shunaqa bo'lishi mumkin. Endi bu meni teoriyamda. Men shunaqa o'ylayapman. Keyin Gold aytayapti, stoykada urushmoqchi edi. Yo'q, hurmatli Shahzod, siz tayyorgarlik qilishingiz kerak edi. Baribaga qarshi turishga, ya'ni takedownga qarshi turishga tayyorgarlik qilishingiz kerak edi. Shug'ullanishingiz kerak edi qaysidir ma'noda. Va siz aldandingiz. Hech qachon jangchi, katta xavfni ko'rib turgan jangchi siz bilan sizni stilingizda urushmaydi. Hech qachon. U o'zini plyuslarini har doim qo'llaydi. Bu bola menimcha Bariba bilan anchagina shug'ullangan bola. Mana shu tarafdan xullas hammasi oldindan tayyorlangan. Bu bola
Masam bilan stoykada urushaman dedi, lekin urushmadi. Birinchi raundda dastrochni qilishga harakat qildi, chunki birinchi raundga ko'p narsalar tikilgan, kimlardir mashina, kimlardir katta miqdordagi pul, yana qanaqadir ilovalarga kirib pullar tikilgan, xullas yutqizganlar, battar bo'linglar. Bundan ham battar bo'linglar. Qimor nimaligini juda yaxshi bilasizlar-da, lekin baribir o'ynaysizlar. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi o'rtoqlar. Gold bunaqa udarlarga tan beraveradigan, o'z holatini yo'qotadigan bola emas. U o'rnidan turgandan keyin ham sudya jangni to'xtatdi-ku, o'rnidan turgandan keyin ham holati zo'r, sveji. U prosta vaqt tugashini kutdi xolos. Hurmatli o'rtoqlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'yin bo'ldimi? Katta o'yin bo'ldimi? Katta summalar o'yini bo'ldimi? Kommentda chiroyli axloq bilan yozing. Qimorchilar, qimorchilar. Bu pul bilan ko'karib ketaman deb o'ylaysizmi? Yana ko'p kishi ozarbayjonlik jangchini ayblayapti, g'iromchilik qildi, stoykada urushaman deb kurashga tushdi deyishyapti. Yo'q, hurmatli o'rtoqlar, g'iromchilik qilmadi. Qaysidir ma'noda bu MMA, bu kulachka emas. Albatta hamma o'zini plus tarafi bilan jangga chiqadi. Ya'ni o'zini imkoniyatlarini ishga tushiradi o'rtoqlar. Bu jangning bir taktikasi va hiylasi. Albatta Gold tayyor bo'lish kerak edi bu narsaga, lekin Gold ko'proq qaysidir ma'noda Instagram bilan, blogerlik bilan band bo'lib qoldi-da o'rtoqlar. Shug'ullanmadi. Mana endi ushbu mag'lubiyatdan o'ziga qaysidir ma'noda dars chiqaradi. Endi shug'ullanishni boshlaydi. Borba bilan shug'ullanadi. Albatta bu jang kimdir g'olib bo'ladi, kimdir mag'lub bo'ladi. Buning uchun albatta ko'z yosh to'kib tamom drama qilish kerak emas, shunchaki mag'lubiyat. Kimdir yutqazish kerak albatta. Shunchaki jangdan oldin o'zini inson antikvat tutish kerak. Gap so'zlarga e'tibor berish kerak, qilayotgan ishlariga e'tibor berish kerak, yon atrofiga har xil qiliqlar qilmaslik kerak, akkuratni bo'lib jangga chiqish kerak. Chunki bilmaysiz nima bo'lishini. Bitta udar hamma narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Yokida o'sha peshonangizga mag'lubiyat deb yozilgan bo'lsa, mag'lubiyatga uchrashingiz mumkin. Shuning uchun xafa bo'lish kerak emas, hurmatli Gold janoblari. Duxingizni sindirmang, hali g'olib bo'lasiz xudo xolasa. Men bitta narsani aytaman yana o'rtoqlar. Bu MMA turi Goldniki emas-da. Gold hali tayyor emas edi MMA ga. U bu jangni qabul qilish kerak emas edi. U o'sha Toktar bilan urushish kerak edi. Boshqa ligada, kulashni ligalarda urushish kerak edi. Prosta da Toktar Octagon ligani jangchisi, lekin MMA ni qabul qilish kerak emas edi. O'rtoqlar, hozir hammani fikrini birgalikda ko'ramiz. Barcha odamlar nima deyapti? Hammasini albatta Abduhalim Bro kanalida ko'rasizlar. Obuna bo'lib ko'ringlar, o'rtoqlar, iltimos. Kibrni sindiringlar. Mana ikkita qo'limni ko'ksimga qo'yaman. Obuna bo'linglar. Biz masxarabozlik bilan, fahsh bilan shug'ullanmaymiz, foydali kontentlar qilamiz. Barcha videolar har doimgidek bitta joyda. Obuna bo'lamiz. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Men boyga o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Sudya boyni ertash to'xtatdi. Gol tukam zizdacha bergani yo'q. Sudyani o'zi to'xtatdi. O'zi birinchi raund tugashi konsobga vaqt qoluvdi. Sudya ertash to'xtatdi. Urishtirish kerak edi. Ukam urushaman dedi, sudyani o'zi to'xtatdi. Mayli, shunday bo'lish kerak ekan. O'zbekiston Humo Arena kelgan muxlislarimiz, akalarimiz, O'zbekiston xalqiga hammalaringizga kattakon rahmat. Sizlarning poddishkalaringizni ko'rib juda xursand bo'ldik. Sizlarni hali xursand qilamiz. Ukam xursand qiladi sizlarni. Revanch bo'ladi. Revanchga inshaalloh shunaqa narsalarga ham tayyor bo'lamiz. Inshaalloh so'rab olamiz revanchga. Hammalaringizga rahmat. Gold ukam biza uchun chempion. O'zbekiston uchun chempion. O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni sevamiz. Poddishkalaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Jigarlar, assalomu alaykum. Bugun Octagon ligada Shahzod o'rtog'im boy qildi. Yutish yutqizuq hammasi Allohdan, sababini qildi. Alloh taqdiriga shunaqangi mag'lubiyat yozibdi. Lekin biz yonidamiz, O'zbekiston yonida. Bugun yutqizsa, ertaga yutadi inshaalloh. Nimakidir bor ekan hayotida, yaxshi yomon o'shani ajratib olish kerak ekan. Xudoyam ko'rib turib, bilib turib o'sha narsani berdi. To'g'ri qabul qilasizlar, inshaalloh yana kuchli bo'lib qaytadi xudo xolasa. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meniki Octagon 84 turniri ham o'z nihoyasiga yetdi. To'g'ri.
muxlislar juda ham sevib tomosha qiladigan Tyson Gold yutqazdi. Va bundan foydalanib ba'zi bir bayslar, ba'zi bir sport kanallari yoki sportga umuman aloqasi bo'lmagan, tushunmagan insonlar ham juda ham g'alati fikrlar aytyapti. Hamma narsa bir tekis bo'lmaydi. Past balandi bo'ladi. Sport bu. Sportda goh mag'lubiyat, goh g'alaba bo'ladi. Bir xil sportchilar chiqyapsizlarda Gold bilan Taysonni yomonlab, yo'q, men qaytaman, men bo'lsam bunaqa qilardim, men bo'lsam bunaqa qilardim. Sizlarni qilib qo'ygan ishlaringizni o'zlaringizdan bilasizlar, xalq ham biladi. Qanaqa nima ish qilib qo'yganlar xatolaringizni. Unaqa qilib, birovni boshiga kulfat tushganda ular ustidan kulishga, ochkoshnik bo'lishga harakat qilmanglar. Haqiqiy bir chiroyli erkak bo'lib yashanglar bo'ldi. Biz o'zbekmiz, bizani paddishga butun dunyo his qilgan. Og'ir kunida boshiga bir musibat tushganda yonida turib ilkadosh bo'lishimizni ham butun dunyo his qilsin. Xudo xolasa Gold qaytadi inshaalloh. O'z xatolari ustida ishlaydi. Tyson dastoyni urishdi. Xudo xolasa bu ham xatolar ustida ishlaydi va hamma xatolarini to'g'rilaydi. Faqat iltimos sizlardan, iltimos. Bu dunyo bir kam dunyo, o'tadi, ketadi. Bu bir kam dunyoda bir-birimizga boshimizga musibat tushganda ilkadosh bo'laylik. Faqat kulib ustidan bir g'iybat qilishga emas. Erkak kishiga g'iybat yarashmaydi. Qayta og'ir kunda ilkadosh bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Gaplarimda tushuntirarsiz, yetib boradigan umiddaman. Iltimos sizlardan, iltimos o'zbek xalqimiz yana bir marta birlashaylik. O'zga yurtlar kuladi. Bizani hozirgi vaziyatdagi bir-birimiz ustimizdan g'iybat qilishlarimizga birlashib, bir-birimizni hurmat qilib, og'ir kunimizda ilkadosh bo'laylik. Unaqa katta ishlarga aralashmayman-u. Hozir Gold bilan ana ozarbayjonlik bolani jangi nima deb o'ylaysizlar? Sotilmadimi ekan? Azod Gold yutkizdi inshaalloh, Allohga behisob shukr. Biz o'zimiz shuni prognoz qildik. Endi xudo xolasa Tyson yutkizsa, xudo xolasa hammasi joyiga tushib ketadi. Ertaga 40 kishilik osh. 40 kishilik osh. Buni kelaversa uyda bitta qo'y so'yaman. Jonlaring sog' bo'lsin, bizni o'zbegim paddishga qilib turganlar. Haqiqiy bayslarni paddishga qilish kerak. Bular bloger bo'ldi chiqib. Mana ahvol. Bir mush uralmadi. Bir mush Gold uralmadi. Bir mush uralmadi. Qanday sizlar o erka bulanga ro'para qilishlar mumkin. O erka bulanga bir 75 yil erka bulandi bilan ko'mirkonga olib borib ishlatib tirnovka qilgizmasdan Gold 70 yil tirnovka qilsalar, o'shanda qo'ysalar ham erka bulan uradi Goldni. Bilan qasam ichaman. So'kin bordim men bor uzr. Hozir xudo xolasa Tyson yutkazishini tomosha qilaylik, hammamiz jonlaring sog' bo'lsin, video qo'yamiz. Kim uchundir bu mag'lubiyatdir, biz uchun bu g'alaba albatta. Chunki O'zbekistonda faxri Gold ukamiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, yuziga umuman urilib turgan yo'q edi, faqat yon boshida mana bunday joyida urilib turgandi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bu jangda faqat stoyka deb turib chiqilgandi jangda. Mujik bo'lib turib gapirilgandi, barba bo'ladi deyilmagandi. Xudo xolasa mayli hozir yutqizgan bo'lishi mumkin, kelgusida 2 hissa kuchli bo'lib qaytadi. Albatta biz o'zbekistonlik jigarlarimizni padeshkasi muhim bo'ladi. Hurmatli, meni hurmat qiladigan obunachilarimiz, meni har doim kuzatib boradiganlar. Mana kartalarimiz, o'z hissangizni qo'shing, kanalimizni qo'llab-quvvatlang. 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'm farqi yo'q. Podдержка qiling. Sifatli apparat olishimiz kerak, ya'ni sifatli videolar olishimiz uchun. Qo'llab-quvvatlang, donat qiling. Xursand bo'lamiz. Rahmat. Va yana shunaqa fikr aytaman, hozir hamma qichqiryapti. Gold, Gold, Gold. O'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlagan yaxshi. Ularni tushunamiz. Yaxshi qo'llab-quvvatlash kerak. Yutayotganida qo'llab-quvvatladingizmi, yutqizganda ham qo'llab-quvvatlash kerak. Bu hayot, bu Gold Terminator degani umuman yutqizmaydi degani emas, o'rtoqlar. Gold ham yutqizadi, erta yutadi yana. Shuning uchun qo'llab-quvvatlayapsizmi? Fanatimisiz? Qo'llab-quvvatlang. Men fanat emasman Goldni, men bunaqa janglarga fanat emasman. Men sizlarga shunchaki Goldni muxlislari uchun maxsus video tayyorlayapman. Lekin Goldni endi yomonlayotganlar bor. Shunaqa odamlar bor, ko'rsam
asabim buziladi. Chunki u odamlar agar yutib chiqqanda, "Men nima degandim? Ko'rdilaringmi? Men aytuvdim-ku golni yutadi" deb deydi-da, hozir yutqizganidan keyin nima deyapti aynan o'sha odamlar? "Men nima degandim? Aytuvdimmi golni yutqizadi" deb. Mana shunaqa odamlar ko'payib ketgan. "Men nima degandim? Bir hayotda bir narsaga erishsangiz shunaqa odamlar bor. Bilardim, mana shunday bo'lishingni bilardim. Men senga ishonardim" deydi. Mag'lubiyatga uchraganingizda yoki-da hayotingizda bir narsa o'xshamay qolganda, "Men senga nima degandim" deydi. "Men senga nima degandim? Shu ishni qilma deb aytganmidim?" Xuddi mana shunaqa odamlar albatta bizda juda ham ko'p. Chunki men buni o'zimni kanalimdan bilaman. Menga obuna bo'lmasdan kuzatib kibrlanadiganlar juda ham ko'p-da. Buni nimasini ko'raman deydiganlar ko'p. Instagramimga obuna bo'lmasdan kuzatadiganlar ko'p. TikTokimga masalan masxarabozlarni, fahsh kontentlarni targ'ib qiladiganlarni ko'rsangiz, kanali вообще подписчиклari mana shu osmon bor. Xalqqa foydali, o'sha ko'rgan odamga foydali kontentlarni, kanalda podpischiklarini ko'rsangiz, obunachilari kamda o'rtoqlar. Bitta obuna bo'lib qo'yish qiyin. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlamaymiz. Biz mana shunaqa yutqizsak, "Ha, nima degandim senga" deydigan odamlar biz agar yutsak, "Men bilardim, senga ishonardim" deydigan odamlarmi biz deb o'ylab qolaman-da ba'zida o'rtoqlar. Goldga uyimni, Taysinga mashinamni tikkandim. Bu otlar deb uysizam mashinasidan qo'ldim. Bularga aytinglar, shov qilmasin, trenirovka qilib bir jangga chiqsin. Taksi bilan ketyapman. Gold mujik, Tayson o'zim dukamsan, gap yo'q, respekt. Sizlarni yutqizishlaringga $1000 tikkandim, ikosini ham. Yutqizdilaring, aka? Yutqazdimi? Yutqazdi uka. Kaltni bering. Mana agar Gold bilan Tayson yutsa, mashinani qo'ydim, yutkizsa beraman dedim. Mana uka andijonliklar bitta gapiradi, laviz. Mana uka kalif mana. Mujiksizlar. Aka, andijonliklar bitta gapiradi, lekin Samarqandda ham poddeshkasini bitta ko'rasiz. Mana shu mashinani ushlang. Ushlang. Bu miyasida havo borlar qimorda haromligini bilmasmikan? O'liklar mujik bo'ladi, o'liklar lafzida turadi. Qimor harom, tentaklar. Gold ukam, sen Instagramda masxarabozsan. Instagramda yuraver. Shataniydan eshakda endi yig'lama. Sen ana shuni senga emas oktagonga chiqish. Eshitdingmi? Ko'tingni qisib uyingga o'ta. Pulni olib, odamlardan kidat qilib, aldab va shu ishni qilib uraman, sen erkak pullarni esa erkak pullarni bo'lib, sen bir degancha sen bormaysan. Eshitdingmi? Gold. Dabba bilan. Habba. Ukang ko'rdingmi? Qo'rqitaman deb nima qildi? Yedi. Yeysan shunday. Setkaga zo'ri bu. Sen emas zo'r. Yirtaman, titaman deb. Goldga yorib qo'yamiz, atni qilib qo'yamiz kommentariyaga. Gold. Yedingmi ko'tingni qisib, qo'ying boqib yur, moling boqib yur. Men senga aytaman. Dabba. Gol janoblar, internet chiqib vakir qilakasi bor, yeb qo'ydingiz-ku. Yomon yedilar-ku, voy. Shunaqa ham qaltaysiz, polvon? Bilak, shuncha odam ishlamasdan seni o'tgandiga. Harab. O'la, turmush qoqolmading-a. O'la sharmanda, internet chiqib vakir qilaysan. Ha, yeganingni qara, erma qilishini. Bor, sen, siypili xulayindi. Billa qancha kutuvdigacha chiqib gapirishdan emas, jigar. Astodir tirnoqni qilaver. Yurib indamachi ketdi. Billa yomon alam qildi, asabim uzildi. Prosta asabim uzildi. Taysina bitta qakati beradi o'zi. Ash urib tashladi. Polvon. Assalomu alaykum, paryadishni, dastoyni mujiki deydigan bolalar, goldmidi, boltmidi, qanaqa urishyapti? Nima bu? Oktagon ligada qanaqa? Kimsan Xumo arenani O'zbekistonida, davlatingni oldida, o'zingni yurtingda qanaqa urish bu? Qanaqa media bayasida mana promotorlar, qanaqani sponsorlar mana shundan foydalanyapti-da. Ishto bu odamlar mana shularni bayas deb o'ylaydi. Lekin bular bayas emas, bular media bayas. Bular O'zbekiston bayrog'ini olib chiqilib, olimpiya chempionlar, misol uchun boksyorlarga o'xshab mana oktagonda qanaqa yaxshi bayaslar bor. Mana misol uchun UFC'ga kirgan bayaslarimiz qanchasi bor. Lekin shularni bularni taniydi, lekin ularni tanimaydi. Shunaqa narsaga kelib qoldiki, faqat media bayas. Media bayasidan nimalar oddiy tadbirkorlar foydalanyapti.
Qanaqa tadbirkorlar foydalanib bo'ldi o'sha bular zo'r ekan. Odamni ko'rib bular zo'r urushar ekan. Bular sportsmen ekan. Sportsmen emas, sportsmen qalbini biling. Bittasi chiqib olgan anu. Nima pingvin qilib. Bu nima bu O'zbekiston sharmanda qilish? Bu intervyu ko'ryapti. Bu yer yuzi ko'radi buni. Kekirib o'tiribdi, parasat, urushmaysan bundan ko'ra. Mehnatingni qilmaysanmi? Mana bizga bersa, biz ham urushamiz. Humo Arenada urush uncha-munchasiga orzu bo'ladi. Bu gapni sportsmenlar tushunadi faqat. Buni oddiy odam tushunmaydi, sportsmen tushunadi. Bu gapni tarqatinglar. Oyog'ini tepaga ko'tarib, baqirib, qo'rqitgancha urush qiladilar. Bu mana Goljonim o'ga Goljon. Bu butun rasoqillikka chichordiz, Goldboy ana mana qilib kuchon. O erka bo'langacha gap ko'p ekan, birinchi tirnovka qilib, keyin borib qog'ozni qo'lga olib chiqishga bo'lmaydilarmi? Ko'tarish kerak-ku, shu uchun tayyorlanib borish kerak. Butun rasoqillik yosh bachadan shatdi pulni olgansan bilaman, lekin butun rasoqillik bo'lli obro'yingga tushding san. Erka bulanni ko'tidan o'pinni befoyda bo'ldi rasoqilning yosh bachadan haqiqat turib borchi shuncha baletchilik shuncha kuching bor chichoq ekansan. Gold senga video обращение, короче. Seni hurmat qilardim. Sen в общем odamni mensimasdan, u qilding, bu qilding, ringga tushganda ham odam mensimasdan nima qilding, raqibingni. Bunday bo'lmaydi. Kel, padronni ikkimiz vizitni qabul qildik, ikkimiz urushaylik. Tamom. Gold. Katta gapirish bandasiga emas, ukajonim. Katta gapirding, nima bo'lding? Mana yeyman deding, mana o'zing yedirib qo'yding. Katta gapirish bandasiga emas, ukajon, o'zing asragin. Normal trenirovka qilib chiqqan boyga, tushundingmi, ukam? O'zingga omad, ishlaringga Xudo fayz baraka bersin. Katta gapirma, ukajon, katta gapirish tepaga yarashadi. Mana gapini bitta eshitdinglar-da. U faqatgina stolga ishlayman degan. Menga kurash yo'q, parter yo'q. Yaxshi bilasizlar. Deb cho'chishgungacha turnovka qilish kerak edi. O'zbekistonning kuchini ko'rsataman deb maqtangungacha turnovka qilish kerak edi, rezultat qilish kerak edi. Chichib qo'ydingiz, bratan. Ilka bilan atmay qo'ravering, bo'ldi, уже yutqizasiz, bilim turibdi siz bu ahvolingizni siz, okey? Gapim noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Ukajonim Gold, men senga nima dedim? Kar qilib baltavatsa qilgandan ko'ra tayyorlangan dedim. Nima bo'ldi ahvoling? Big bakir bukur bo'libdi ahvolingni. Nima bo'ldi endi bu yog'ini? Hech puldan tushdi, sharmandagarchilik. Butun O'zbekistonga. Assalomu alaykum. Buni kimga jo'natib qo'yishni o'zingizlar bilasizlar. Xitmet bu yoq yozayotganlar. Erka bo'langa vashshi dalek o'yakan-ku, ancha qayoqda ekansan sen urvini. O'zingda bo'lavergan dedim-ku o'shaning uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Sog' bo'lasizlar. O'zbekning ustidan kuldi, bu yoq deydiganlar. Порядочный odamlar bunaqa bo'lmaydi. O'sha boshida aytdik-ku, порядочный gapiradigan odam ringda ham, hamma yoqda, hayotda ham o'zini ko'rsatib qo'yadi. Sog' bo'linglar, heyt yozadiganlar, joninglar sog' bo'lsin. Abdushi, podpiska bo'lasizlar. Do'stim. Shu jangda mana shu bolaning jangini, Gold jangini kutib necha oydan yurdingiz, necha kundan yurdingiz, necha soat o'tirdingiz Oktagon ligani kuzatib. O'xshamay qoldimi? U bola aytmagan ekanda bunga kurashda yengaman seni deb. Stulga urushaman deb aldab qo'ygan ekanda. Men aldamayman. Goldga agar men bola urushmoqchi bo'lsangiz-ku, men faqat telefonda urush olaman. Xohlagancha faqat onadan kelish yo'q. Xohlagancha haqorat qilamiz, so'kish yo'q. Faqat haqorat qilib tushunmosan. O'ynashimga kelmaydi, lapashang, yumshoqroq so'kishdan o'ynayman, urushaman siz bilan. Anaqa emas degan. Mana shu bolani efirga kirmay, meni efirimga kirib 3 soat Ehson efirda qatnashganlarsiz katta savob bo'ladi. Battar bo'ylar kim mana shu bolani paddeshga qilib kutib o'tirganmiz. Bu bola ko'p so'zlaydi, gapiradigan odam yuta olmaydi buni. Ko'p gapirmaslik kerak, shuning uchun tixa bajaradigan odam kerak. Nechta marta aytayapti odamlar, tushunmaydi. Nima deydim sizlarga? Nima deydim bila? Ahvolni qara, ahvolni qara. Bu qara yana qilib sitgan ichida. Ular ayam urmay yo'q. Shalmimi, ko'rmimi, garangmimi, cho'laqmimi? Bunday turadi. O'zi borib kurashga kirib, o'zi oyog'im tagida yiqilib, bugun Nasrinaning bunday qilib olishdi.
Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozirgina oktagonni ko'rdim. Men bitta narsaga e'tibor berdim, sizlar ham e'tibor beringlar. Men Gold bilan ana yigitni jangini ko'rdimda, qaranglar, ajoyib qilig'imiz borda bizni. U bolani tanimayman. Men Gold bilan shaxsan tanishmasman. Katta ehtimol mendan kichkina ham. Men balet ham qilmadim to'g'risi hech kimga. Bir qiziq bo'ldi, jang nima bilan tugarkan deb. Kim kuchli bo'lsa shu yutsin. Men odatda anaqam shunaqa. UFC'ni ko'raman degan qoldirmasdan bilasizlar. O'zim ham oldin lyubitelskiy musobaqalarda ko'p qatnashganman. Ancha bo'ldi bu narsaga. Shuncha balet qilib turib, shuncha padeshka qilib turgan odamlarni qolgandan keyin mana bir mikrofon ushlab gapirmoqchida hamma u deb yotibdi. Endi bunaqa emasdi. Endi balet qilsanglar oxirigacha qilinglar akalar. Yana bir marta men Pop MMA fanat emasman. Men kuzatib, wow deb fanatlik qilganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. To'g'risini jangni ham primoyda ko'rmadim, o'tgandan keyin ko'rdim. Lekin men balet qiladigan jangchilar, misol uchun UFC'da Alivera, Tapuri qoladimi, qolmaydimi, bu sport bu. Aytga chiqqaninglardan kaltaysizlar. Bilinglarki, mana shu mentalitet to'g'rilamagunimizgacha rivojlanish bo'lmaydi. Bizda kimdir qoqilsa hamma xursand, hammasi razali. Men tushunib turibman, balchilarni ham hafsaliklar pir bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin akalar bu sport, любой odam kaltayishi mumkin. Shunaqa gaplar, shuning uchun sal mindsetni to'g'rilaylik. Mana shunaqa mavzularga kelganda o'rtoqlar bir narsani tushuninglar. Jangda g'olib bo'ladi va mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'lgan tarafga shunaqa toshlar otilyapti. Yana o'zimiznikilardan unaqa emas-da do'stlar. Balet qilib turgan joy birdaniga bizda odamlarda anavunisi o'zgarib ketadi. O'ylash sistemasi o'zgarib ketadi. Sirazi yomon ko'rib qoladi. Mana bu narsa uchayotgan bo'lsa, bu uchayapti zo'r desa, unday qilayotgan bo'lsa, va yomon ekan, yaxshi ishlamas ekan deb o'radi. Naqamasda o'rtoqlar, naqamasda. Bo'lsa uchayaptimi? Ha, zo'r qulaganda ham bu zo'r hali uchadi yana qaytib deyish kerak-da o'rtoqlar. Mana shu videoni Goldga ham jo'natib qo'yinglar. Nasib bo'lsa hali yutasiz. Bu ham bir dars. Ko'p narsalarda o'zingiz bilan ko'p narsalarni to'g'rilang. O'zingiz bilan shug'ullaning. O'zingizga bir chetdan qarang, videolaringizga qarang, nimalar deyapsiz va nima ishlar qilyapsiz. Gapirayotgan gaplaringiz bilan ba'zida qilayotgan ishlaringiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Hurmatli Shahzod janoblari. Kimlarni reklama qilyapsiz, kimlar bilan birga ishlayapsiz, mana shu narsalarga e'tibor bering. Tushungan tushunda sog' bo'ling, salomat bo'ling.